Okalar, mana bu qasr uyga hosila bilan sayohat qilamiz. Mana bu uchastkaga hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Gloyda joylashgan zo'r uchastkani hosili ko'rsataman. Hujjat bo'yicha 808 sotuv Samazafat joylari bilan 10 sotuvni tashkil qiladi. Fasad razmerini okalar 24,5 ga 36 metrda tashkil qiladi. Qaranglar, gir aylana archalar bilan chiroyli qilib qo'yishgan. Alohida bitta bog' bor, mana shu har bitta archaga urg'u berib, uxot qilib turar ekanda. Ya'ni dorilari bormi, hamma narsasi formalar, shakllarigacha kerak bo'lsa, mehr berar ekan. Mahallasini ko'ryapsizlarmi? Keng asfaltlari qilingan. Okalar, kelgan joyimiz Yunusobod, To'raqo'rg'on mahallasi bo'ladi. Lokatsiyani opododasiga kelganman. Bu uyni tashqi fasadidan ko'ribsizlar, oddiy uchastka deb o'ylashinglar mumkin. Yaxshilab o'rnashib olinglar. Videomiz ancha uzun bo'ladi. San'at asarini sizlarga ko'rsataman okalar. Bunaqa uchastka hayotingizda, umringizda ko'rmagansizlar. Eng qizig'i okalar, bu uchastka hali hech qayerga obzorga chiqmagan. Birinchilardan bo'lib sotildi uy kanali sizlarga chotki narxda, chotki mana shu uchastkani obzor qilib beradi. Qaranglar, archalarni ko'ryapsizlarmi? Voy, fasadlariga alohida baho berib qo'yasizlar. Mana shu darvozasini o'zi palon turadi. Qani bismillah. Endi obzorni boshladi okalar. Darvozaxonaga kirib kelar ekanmiz, uzun garaj. Kamida bir 3-4 ta mashinani sig'dirib olsanglar bo'ladi. Hamma narsasi ispanskiy narsalardan foydalanibdilar. Jamiki dunyoda original narsa bo'lsa, mana shu xonadon egalari original narsalardan foydalanibdilar. Uy ichiga kirib sizlar bilan bitta sayr qilib chiqamiz. Darvozaxonani ko'rdinglar, elektromobilga ham sharoitlar qilingan. Endi asosiy binoga kiramiz. Hamma mebel texnikalari bilan sotilyapti okalar. Qaranglar. Assalomu alaykum deb bismillah. Xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Koridor bo'ladi. Qaranglar. Podolga tushib ketamiz, podolimizga yaxlit. Bunaqa xonadonni aytayman, hayotingizda ko'rmagansizlar. Hozirdan yaxshi niyat qilib like bosib turinglar. Uzun koridor bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga $40,000 oshxonani ko'rsataman hozir, okalar. Mazza qilasiz. Like bosib turing, yaxshi niyat qilib. Kelinglar, bismillah. Bu yoqdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz detskiy xona bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizda nimaiki ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma narsa absolyutni qoladi. Shkoflari, ko'ryapsizlar. Juda ham sifatli narsadan foydalanishgan. Bu yerda mana o'zining chiroyli oynalari bor. Bu tarafda birinchi xona, birinchi родительский spalni, ya'ni detskiy xonani ko'rdinglar. Qaranglar, mana shu spalning o'zi palon pul turadi. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Mebellarigacha hamma narsa qanday bo'lsa shundayligicha qoladi. Konditsionerlargacha bor. Eshiklarni ham MDF, toza original MDF dan qo'ydirilgan. Yo'q tarafimizda ko'rishingiz mumkin sanuzolimiz, umumiy sanuzolimiz bo'ladi. Voy, bunaqa mehmonxona ko'rmagansizlar. Qaranglar mehmonxonani. Voy, mashalloh. Hammanglarga shunaqa xonadonda yashash nasib qilsin, okalar. Okay, siz bosib oling, oilangiz bilan mazza qilib yashaysiz. Chiroyli dekorativ o'yinalari bor, televizorning zonalari. Mana shu stulni o'zi donasi menimcha kamida $200 tursa kerak. Konditsionerlargacha, parda, gilamlargacha hamma narsa qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. 100% chopli pol kollektor mana bu yerda joylashgan. Bu yerda mana kiyimladigan joylarigacha qilib qo'yishgan. $40,000 mana sizlarga okalar. Ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizda naq 3 ta oshxonasi bor. Bu birinchi oshxonamiz bo'ladi. Qaranglar, keling, ko'ryapsizmi? Siz bopidan oshxona. Mana shunaqa oshxonani orzu qilmadingiz, okajon, olib bering. Shu uchastkani kelinimga olib bering, inshaalloh ota-onangiz bilan mazza qilib yashaysizlar. Bu yerda divanning zona, hol, patologiya bitta baho berib qo'yinglar. Qaranglar. Kerak bo'lsa mana shu akvariumni o'zini ham tashab ketadilar. Hech nima olib chiqib ketilmaydi. Ya'ni uy egalarining shaxsiy narsalari chiqib ketadi, qolgan hamma narsa absolyutni qoladi. Konditsionerlari ham va shu doda xo'jasidan qo'yilgan. Bu yoqda yana koridorimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hovliga chiqadigan eshigimiz bo'libdi. Bu yoq tarafdagi xonamiz yana bitta detskiy xona bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Shkoflarni qaranglar. Mebellarni o'zi palon pul turadi. Mana bu konditsioneri o'zi ham normallik pul turadi, okalar. LG konditsionerlar qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xonalarni ko'rishda davom etamiz. Bu ham chopli pol qilingan, chopli pol kollektor bilan joylashgan. Garderob lekin va shu yorvoshdi bor, devor bilan bir xil qo'shdi. Bu tarafda yana bitta родительский spalni qo'shilishi mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Uy kattaligidan men o'zim charchab qoldim. Bu yerda mana родительский spalning o'zini sanuzuli bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shu unitazni o'zi ham Ispaniyadan olib kelingan, kafillari ham ispanskiy ekan. Mana saunasini o'zi ham ispanskiy. Uchastkada mana shunaqa sauna qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Jakuzzili, vanna, dushlarigacha bor. Mana miramir tosh. Toza miramir quyma tosh bo'ladi. Qaranglar, ajoyib. Hammanglarga nasib qilsin iloyim. Mana shu televizorning zonani ham dekoratsiyasini lekin va shu o'zgacha yondashibdi, pardalari, qaranglar, mana spalni bo'lgandan keyin mana shunaqa qilish kerak edi. Bu yerda ham LG konditsioneri qo'yilgan. Garderob qaranglar, chiroyli qilib eshigi oyna qilishgan. Bu yerda mana garderob. Shunday mana kiyim-kechakni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Voy, mana shu kafillari bor, uy ichidagi kafillari hammasi ispanskiy kafillar ekan, okalar. Bunaqa
hozirgi kunda mana shunaqa stilda remont qilaman desanglar, normalniy summa ketadi, okalar. Men hozir bu uyni narxini aytadigan bo'lsam, bo'lishi mumkin emas to'g'risida. Shunaqa shkalat narxda ko'rsataman. Podvolimizga tushib kelar ekanmiz, chiroyli mana shunaqa oyna, razdvijno'li eshik qilingan. Podvolimizga mana bu yerdan tushadigan bo'lsa, kamera turadigan joyi bor-da. Bu tarafimizda prachka xona. Prachka xonani ko'rasizlar. Mana prachka xona alohida, lekin uy egalariga men qoyil qoldim. Shunaqa akkuratni yashashar ekan, shunaqa priyatni bor-da, uy bor-u. Shu darajada aurasi bor uy ekan. Bu tarafimizda sanuzulimiz bo'ladi. Bu yerda mana tahorat olishga sharoitlargacha qilingan. Mana shu unitazni o'zi ham ispanskiy, smisitlargacha hamma narsa ispanskiy ekan, kafillargacha kerak bo'lsa va bu tarafdagi xonadonimizning yuragi mana shu yerda joylashgan. Kotelning xona. Hamma narsa mujassam, okalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizning podvolida, okalar, kinoteatrlargacha bor. Qaranglar. Podvolni ko'rasizlar. Bunaqa podvol uncha-muncha uchastkalarda ko'rurmisizlar. Ko'rasizlar? Kim podvolga mana shunaqa mehr beradi, okalar? Remontiga alohida bitta baho berib qo'yasizlar, patologlarni ko'rasizlar. Mana shu patologga o'ziga normalniy summa ketgan. Menga yoqqan tomoni derazasini qaranglar, qanaqa yorug'lik tushyapti, qanaqa darajada katta, baland derazalardan qo'yishgan, romlardan. Bu yerda ham cho'pli pol kollektori, mana bu yerda kinoteatr joylashgan. Mana shu orqali kinoteatrni bemalol oila davrasida ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Hamma narsa mana shu divanni ko'p okalarimiz biladi, bu juda qimmat bo'lgan paytida kojinni okalar originali bo'ladi, okalar. Hozirgi kunda endi to'g'ri har xillari chiqib ketgan. Massajni kreslosiga ham qoladi, okalar. Bu tarafimizda ofis, okalar. Qaranglar, kabinet ko'rasizlar. Mashalloh, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Mana bu yerda o'zim chiroyli mana shunaqa butun dunyoni kartasi qo'yilgan ofisga, lekin gap yo'q. Mana shu ofis uchun alohida bitta like bosib qo'yinglar. Podvolni o'zi kamida bir 6 xonali xonadonni vibe'ini beradi. Bu tarafdagi xonani ko'rsataman, trenajyorniy zal bo'ladi. Mana trenajyorniy zal, okalar, hamma narsa, absolutni hamma narsa qoladi. Romni ko'ryapsizmi? Podvolda bunaqa rom uchun odam qilmaydi. Yorug'lik tushishini ham ta'minlab beradi va xonani ham katta ko'rsatadi. Mana o'zining oynalari bor, televizor, begovoy doroshkalari, hamma narsa absolutni qoladi. Tayyor holatda shundoq kirasiz, oilangiz bilan mazza qilib yashaysiz. Hech qanaqa rasxod qilib, remont qilishim kerak deb o'tirmaysiz. Bu tarafda mana shunaqa yotadigan joy qilib qo'yishgan, dam olib takoy shkoflari bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Xonadonimizdan ko'rishda davom etamiz. Endi hovli qismini, zeleniy zonasini ko'rsataman sizlarga. Hamda mana rakvinasi joylashgan, darvozaxonamiz davom etadi. Yashil maydonga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu go'zallikka bitta baho berib qo'yinglar. Yashil maydon bo'lgandan keyin mana shunaqa bo'lish kerak edi. Stol-stollar joylashgan, hamda o'tiradigan mana shunaqa ajoyib narsalarni qo'yib qo'yishgan. Mana shuni ikkitasini o'zini okalar palon pulga olishgan ekan, tapchani. Bu toza yong'oq daraxtdan qilingan. Etik tarafda ham binolari bor. Mana qaranglar. Mashalloh, bitta like bosib qo'ying. Bunaqa xonadonlar har doim ham chiqurmaydi. Bu eksklyuzivniy xonadon. Aytib o'tganimdek, bu xonadon hali hech qayerda reklamaga chiqmagan. Birinchilardan sotildi. Uy kanali, ya'ni bizni obzor qilganimiz zo'r narxda. Yashil maydonni ko'ryapsizmi ajoyibligini? Mana bu yerda o'zini o'tiradigan bisetkalari bor. Suvlar oqib turadi, mana ko'rishingiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu uchastkamizning yoniga chiqadigan, yon tarafdagi ko'chaga chiqadigan joyimiz, sababi uchastkamiz ugloyga tushgan. Bu letniy oshxonasi bo'ladi. Men sizlarga bu yonni ham bitta ko'rsatib yuboray. Yon tarafdan chiqqanimizda ko'rishingiz mumkin. Bu uy egalari alohida o'zlariga gaz tortib ulab qo'yishgan. Ya'ni gaz, suv, svetdan umuman muammo bo'lmaydi. Yon tarafimizda sanuzulimiz, hovlimizniki. Bu tarafimizda yaxlit podvol, original travertillardan qilingan, fasadlari Engelberg romlardan qo'yilgan termo. Xo'p, endi bu tarafdagi binoga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Asosiy binoga kirar ekanmiz, mana shunaqa chiroyli koridor kutib oladi. Zinapoy bo'ylab podvolga tushib bo'ladi. Bu tarafda 3-oshxonamiz bo'ladi. Qaranglar. Hamma narsa qoladi, okalar. Mebel texnika, janiki ko'rayotgan narsalar bo'lsa, hamma narsa absolutni qoladi. Bu tarafda kattagina razmerda mehmonxona bo'ladi. Stol-stollari, divanlari, konditsionerlargacha bor, televizorning zona. Ajoyib. Bu tarafimizda родительский спальня. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol 2-3 ta oila mazza qilib yashasa bo'ladi. Va родительский спальня ichida o'zini sanuzuli bilan ko'rishingiz mumkin. Hamma gap yo'q. Bu yerda ham konditsionerlari bor. Ajoyib, ajoyib. Bitta like bosing. Like tekuni oka, bitta like bosing. Yaxshi niyat qiling. Bu yil ola olmasangiz, keyingi yil olasiz. Lekin puli borlar hozir bosib olmasanglar bo'lmaydi, afsuslanib qolasizlar. Mana shu zinasini o'zi ham original yong'oq daraxtdan qilingan. Podvol qismi bo'ladi. Podvolimizda mana shu yaxlit podvol qilingan. Endi podvolga tushib o'tirmaymiz, sababi bu yerda hozir ayollarni tushib qo'yganman, чтобы videoga tushib qolishmasligi uchun. Bu hovlimizga bitta like bosib qo'ying. Okay? Endi narxi keladigan bo'lsa, narxini aytishdan oldin sizlarga lokatsiyasini bitta ko'rsatib ketaman.
Okalar, 808 sotuli uchastkamizni ko'rdinglar. Endi buni narxi keladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, narxini aytishdan oldin sizlarga lokatsiyasini tushuntirib ketaman. Yunusobod tumani, To'raqo'rg'on mahallasi bo'ladi. Aniq mo'ljalimizda 313-maktabdan shundoq 200 metrgina kirganingizda mana shu ugloviga tushgan uchastkamizda joylashgan bo'ladi. Aytib o'tganimdek, okalar, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Bu uchastkamizdan narxi keladigan bo'lsa, okalar, mebel texnikalari bilan 685 ming dollar bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Naqd pul bilan kelgan insonga yaxshigina skidkasi bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, telefon ko'rasizlar.